Bo'ka tumanining eng chekka bo'lgan Nabobat mahallasida qisqa muddatda juda katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bu olis qishloqning yangilanishi mas'ul vazirlik va idoralarning minglab xodimlarining fidokorona mehnati va yuzlab maxsus texnikalar jalb etilishining samarasi deyish mumkin. Bularning barchasi bitta maqsad inson qadri uchun, shu qishloqda yashayotgan odamlarni hayotdan rozi qilish uchun amalga oshirildi. Mahalla ahlining asosiy qismi chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Tasvirga olish jarayonida ushbu mahalla idorasini ko'zdan kechirib, mahalla raisi bilan suhbatlashdik. Mana bu ko'rib turgan joyimiz bizning mahalla, nomi Navobod. Navobod u tojikchasiga, agar tarjimasi yangi obod degan ma'nosi beradi. 3646 ta aholi shu Navobodda yashaydi. Keyingi 2 hafta ichida mahallada ko'p o'zgarishlar, obod mahalla bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti. Mana mahallani qaytadan, mana u mahalla markazi joylashgan joyimiz, bu yerda qaytadan butun binolar rekonstruksiya bo'ldi. Mana u ko'rayotgan binolarimiz oldin boshqacha qurgan edi, hozir qaytadan rekonstruksiya qilib boshqasiga, ana u arxitektorlar bergan topshirig'i bo'yicha qurib berdi. Asosan xalqni mashg'uloti chorvachilik sohasi bo'lganligi uchun, misol dehqonchilik uchun mineral o'g'itlar kerak, zarur narsalar, shuning uchun mahallada shunaqa binolar, magazinlar qurildi. Butun mahallani, boshqa mahalladan ham kelib shu mahalladan, shu yemxonadan mahsulot olib ketadi chorvani boqish uchun. Mana shu Navobod mahalla bo'yicha 68 gektar tomorqa yerlar bor aholida. Sug'orishga suv muammo edi. Shu yerda 3 ta artezan quduq qazib berildi. Mahalla infratuzilmasini yaxshilash maqsadida Bo'ka tumanidagi ko'plab mahallalarda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, aksariyat yo'llar asfalt qilindi, shag'allashtirildi va piyodalar yo'lagi barpo etildi. Assalomu alaykum, hormanglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Mana bular avtoyo'l tomonidan kelgan hasharchilar. Bo'ka tuman avtoyo'l boshlig'i Lochin aka boshchiligida bular Navobod mahallamizga xalq uchun, maktab bolalar uchun piyodalar yo'lak qilib beryapti. Rahmat shularga. Har kun kelib shu mahallada obodonchilikda o'z hissasini qo'shyapti. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari ko'hna maskan hayot tarzini o'zgartirdi. Aholi xonadonlari, ko'chalarning me'moriy qiyofasi o'zgardi. Ko'makka muhtoj oilalar har jihatdan ijtimoiy qo'llab-quvvatlandi. Ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, mahallalarni tadbirkorlik markazlariga aylantirish uchun kerakli mablag'lar ajratildi. Aytish joizki, Bo'ka boy dehqonchilik an'analariga ega bo'lgan tuman hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan davlatimiz tomonidan bu an'analarni yanada rivojlantirish uchun zarur barcha yordam ko'rsatilmoqda. Xoliq Berdi aka, umuman mahallani ilgarigi holati qanday edi o'zi? Mana masalan shu avtomobil yo'li o'tgan yili 2024-yil oktyabr oyida qaytadan ta'mirlandi davlat tomonidan. Bundan oldin 2024-yil oktyabr oyidan oldin bu asfalt ta'mir talab edi, chuqurliklar ko'p edi, mashina borib kelish qiyin edi Navobod mahalladan. Ana u Toshkent Begovot trassasigacha 3 kilometr joylashgan. Endi bemalol hozir xalq shundan foydalanyapti. Mashinalar bemalol borib kelyapti. Bironta notekislik joy yo'q. Tekis, ravon yo'l. Yana qanday kamchiliklar bor, qanday muammolar bor mahallaga o'zi yana nimalardir kerakmi? Mana shu mahallaga kelib ular ishchi guruhlari hammasi mahallani boshidan oxirigacha piyoda yurib, nima qilish, nima kamchiliklar bor hammasini maslahat berib ketdilar. O'sha yerda butun rahbariyat, viloyat, tuman rahbarlari bor edi. Navobod mahallaning asosiy muammolarini aytib berdim u kishiga. Masalan, shu mahallada tikuvchilikka o'qigan qizlarimiz bor dedim. O'shalarda shu mahallada bir tikuvchilik sexi agar yoki ishxona ochsa, aholi ish bilan ta'minlanadi degan edim. Mana
bir misoli mana shu ko'rib turgan binongiz tadbirkorimiz Akbar Navruzov tomonidan qurilgan, ishga tushgan. Mana shu bino ikkinchi qavati bo'sh turibdi. Buqa tuman investitsiya bo'limidan xodimlar keldi, tadbirkorlar kelib, mana shu binoni mo'ljal qildi. Agar tadbirkor bilan ikkalasi kelishsa, shartnoma tuzilsa, shu binoni ikkinchi qavatida mahalla aholisi uchun tikuvchilik sexi tashkil etiladi. Bo'ka tumanidagi turli o'zgarishlar va yangilanishlarni kuzatar ekanmiz, bizni yana bir manzilga chorladi. Xo'jaqo'rg'on ahli 5014 dan iborat aholimiz. 1047 ta xonadon bor. 1240 ta oila, ahil inoq yashashadi. Hududimizda 27-maktab joylashgan, 750 o'rinli. Bu viloyatda yuqori o'rinlarda turadi. Yonimizda bog'cha bor, 18-bog'cha. 80-84% bolalar qamrab olgan. Bu mahalla markazi hisoblanadi. Yana mahallamizda pedagogik texnikum joylashgan, 240 o'rinli. Xo'jaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hozirgi kunda yashil hudud hisoblanadi. Huquqbuzarlik, ishsizlik, kambag'allikdan xoli hudud hisoblanadi. Aholimiz asosan dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Mazkur yerlardan 2-3 marotaba hosil olishadi. Hozirgi kunda statistik ma'lumotlarimizga qaraganda 1 sotlik yer maydonidan 16-17 milliongacha daromad olishadi. Hozir borib ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimiz Hilol tekstil tikuvchilik korxonasi. Bu korxonamizda 240 dan ziyod ayollarimiz ishlashadi. Asosan hududimizning ayol qizlari uzoqroq hududdan kelganlarga transport bilan ta'minlangan. Bular bilan har doim hamkorlikda ishlaymiz. Asosan mana ayol qizlarimiz 240 dan oshig'i band bo'lgandan tashqari bularni oilalariga ham ko'mak berishadi. Moddiy yordam berishadi. Ayollar maslahatchisi bilan Ozod opamiz bular har doim, har haftada kelib biz tomonimizdan qo'yilgan ishlarni holdan xabar olib turishadi. Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on mahallasi hududida xotin-qizlar bandligini ta'minlovchi zamonaviy tikuvchilik fabrikasi ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu fabrikaning faoliyati bilan ham qiziqib ko'rdik. Biz Bo'ka tumanidagi Xo'jaqo'rg'on mahallasida joylashgan tikuvchilik fabrikasidamiz. Zuhra opa, mana shu fabrikada nechta xodim ishlaydi? Bu fabrikada shu paytgacha 250 ta, 280 ta ayollar ishlaydi. Kelganda o'zimiz suhbat asosida olamiz. Asosan nimalar tikiladi bu yerda? Futbolkalar, pijamalar. Ayni paytda qanday kiyim-kechaklarga talab yuqori hozir? Hozir eng talab kuchlisi hozir bizda polo futbolkalar, muska futbolkalar, detskiy futbolkalarimiz bor. Hozir buni endi bir hafta bo'ldi kirgizganimizga. Bundan oldingi haftada tasovkalar tikishdik, tepa-pas qalin, xudilar, pantalonlar, ishton. Demak, mana shu yerdagi hamma ayollar o'zi professional darajada tikishadi, to'g'rimi? Yo'q, o'rgatasizlarmi? Yo'q, bir yangilar keladi, o'rgatamiz. O'zlarida bir soat ketishadi. Yo'q, yaxshi qizlar, hammasi qo'li. Bir aytganday qilib, chiroyli qilib chiqarib berishyapti. Demak, mana shu libos 8 mingta, 10 mingta tikilgan. Bu Rossiyaga ketadi, to'g'rimi? Tikilishi qanday? Umuman sifatiga javob berasizmi? Qanday tikilgan? Sifatlarimiz yaxshi. Mana qarayapmiz, masterlarimiz bor. Masalan, matolarimiz hibi. Yuvilganda bu yo'q. ketmaydimi ranglar? Yo'q. Unaqaga ham polotnoni zakaz qilishdan oldin ham tekshiriladi, qo'ldan o'tadi bu. Keyin o'shanga qarab zakaz qilinadi, keyin tikishga shreyaga tushadi. Yaxshi. Sifatlarimiz, materiallarimiz yaxshi. Fabrikada zamonaviy tikuv mashinalari o'rnatilgan bo'lib, yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bu esa korxonaning samaradorligini oshirish va mahalliy hamda xalqaro bozorlarga raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berishga xizmat qilmoqda. Hozirda fabrikada fasllarga mos kiyimlar tayyorlanmoqda. Dostonbek, mana shu xonada nima ishlar amalga oshiriladi? Qanday ishlarni siz bajarasiz? Bu xonada tayyor bo'ladigan ishlarni biz chiqarib beramiz. Mana shu ko'rib turganingizdek bo'ladi. Hozir mana shu mato nechta kiyim-kechakka mo'ljallangan? 150 ta ishga mo'ljallangan. Bu bichimi, to'g'rimi? Bichiladi. Bichiladi. Hozir bizga ko'rsatib bera olasizmi? Qanday tayyorlanadi? Ko'rsatib bering, qanday?
qiyin emasmi bu? Qiyinchiligi yo'qmi buni? Yo'q. Sizga kim o'rgatgan mana shu ishni? Ustozim, Hozir qaysi kiyimga bichiryapti keyin? bu yozgi futbolka. Hozir futbolkaga hozir bichiryapti, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Latofa tepa mana shu tikuvchilik fabrikasi 3 ta binoga bo'lingan ekan. Shunaqa. Mana shu bo'limida nima ishlar amalga oshiriladi? Mana hozir siz yurib keldingiz, oxirgi jarayon bizda upakovkada. Upakovkada hammasini qadoqlab, kartalarini ilib, eksportga, meqa korobkaga olib chiqib, eksportda korobkalab chiqazib yuboramiz. Avval dazmoldan chiqiladi. Dazmoldan chiqqandan keyin kontrol. Bu kontrol degani hamma joylar jarayondan o'tadi. O'tgandan keyin biz bu yoqqa upakovkaga olamiz. Upakovkada ham kerak bo'lsa oxirgi nima qizlar agar mabodo nima chiqsa qaytarib berishadi. Sekin korobkaga kirib, shunaqa chiqib ketiladi ish. Mana shunday taxlamlar qilinadi. Chiroyli taxlamlar, kartalar ilinib. Talab kuchligi uchun biz kontroldan yaxshi ishlarni o'tkazishga harakat qilamiz. To'g'ri, ish bor joyda xato bo'ladi. Lekin o'sha xatolar takrorlanmasligiga bu nima ta'mirlarni olib chiqqanda unda ishchiga ko'rsatadi. Sen shu yerda shunday xato qilgansan. Ikkinchi marta takrorlanmasin. Ta'mirini qilib berib, yana shu jarayonga qaytib kelib, yana o'tiladi. Qayerlardan o'sha Biz tuzmalar keladi? Rossiyadan. Asosan Asosan Rossiyadan. Hamma turda kiyimlar tikamiz-da. Oyliklarimizni vaqtida olamiz. Mana issiq ovqatlarimiz, chiqib ko'rgan bo'lsanglar, staloylarimiz, ovqatlarimiz hamma joyda, go'shtli ovqatlar, hamma mamnun deb o'ylayman, lekin shaxsan o'zim juda ham mamnunman. Xalqimizda mehnat qilgan elda aziz degan naql bor. Aytish mumkin, gul yetishtirib ro'zg'or tebratayotgan oilalar yurtimizda ko'plab topiladi. Gul parvarishlashning eng qiyin tarafi gul urug'larini undirib olishda ekan. Buning uchun bog'bondan alohida mehr va e'tibor talab etiladi. Bo'ka tumanida ko'chatchilik bo'yicha eng mashhur tadbirkorlardan biri mana Bobur Soliyev bilan hozir suhbat qilib o'tirmiz. Mana shu ko'chatchilik bilan shug'ullanayotganingizga necha yil bo'ldi? Kim bilan birga ishlaysiz? Biz jamoamiz aka-ukalarimiz degani yo'q, oramizda 4 ta aka-uka birga ishlaymiz. Taxminan 2002-yillari rahmatlik dadamiz birinchi bo'lib terak ko'chatdan boshlangan. Mana endi rivojlanib hozir bir 70 xil ko'chatimiz bor hozir. Buning ichida gullar, dekorativniy ko'chatlar, stроительный material bo'ladigan daraxtlar hammasi bor. Hozir kuz fasliga asosiy mana shu krizantema degan ko'chatimiz. Bu mana shu salqin tushishi bilan kuzdan shu to erta bahorgacha ochilib turadi. Juda go'zal, salqinda ochiladi. Mana o'sha hozir ochilishni boshladi mana bular. Biz bu yer sotuv joyimiz, bizni dalamiz, nima deydi, yetishtiradigan dalamiz. Bu yerdan bir 5-6 kilometr uzoqda. Aynan gullarni qaysi turlarini ekyapsiz hozir? Ko'proq mijozlar qaysi turini ko'proq o'sha talab qilishyapti sizlardan? Atirgullar har xil, shtampiy atirgullar mana tepadan ochiladigan, keyin hammasi mavsumga moslanib, mana aytaylik, hozirgi paytda atirgullar уже ochilishi to'xtaydi. Sal salqin tushgandan keyin. Mana bular hozir уже ochilishni boshlaydi. Mana bularning sezoni kelyapti. Ekilishi o'zimizni mana shu O'zbekistonimiz har bir joyida tuproqlarga moslashgan. Nima desam bo'ladi? Unaqa jabr injig'am narsa emas. Biogomiz anaqa qilmasdan ham shu oddiy o'zimizni mana shunaqa yerlarga ekib yetishtirsak bo'ladi bu gullar. Bu tuproqlari qanday olinadi? O'zimizni tuproqdanmi yo'q qandaydir aralashtiradi o'zimiz tuproq, endi biogomiz beramiz ekib bo'lgandan keyin. Ekib bo'lgandan keyin o'sha oralariga sal biogomiz, o'ziga o'g'itlari, shular bor, beriladi o'ziga. Qandaydir bir sirlari bor-da. Masalan, biz ham o'sha qimmatbaho turli mana shu gullarni sotib olamizda, lekin u uzoqqa bormay birpasda so'lib qoladi. Negadir ochilmaydi. U mehnat, faqatgina mehnat. Endi kimdir o'ylaydi, kasal tushib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yo'q. Eskilarimiz gapi bor, kasalni davolashdan oldin uni oldini olish kerak. Kasal tushmabdi, ko'rinishi yaxshi deyish kerak emas. Har yil ikki xil buga ham mana bu dekorativ ko'chatlarimizga suspenziya o'zi ustidan sepiladigan, mana hozir veterinar aptekalarda sotiladi. Ana shu doridan ustidan sepiladi. Buni ham hamma har bitta daraxt. Men mana shularni ochilmasdan aytib bera olaman, rangi qanaqa bo'lishini. Mana deylik, mana barak sifatida turibdi mana bular ham. Bu qanaqa ochiladi ertaga desa, men shuni aytib bera olaman. Qanday? Mana u oq masalan, mana bu qizil mana u.
o'zi tanasidan bunday farqlasangiz bo'ladi-da. Uni ichida yurib ko'p nima deydi, mana shu sohada yurib o'zi qo'li bilan ekkan odam uni biladi baribir o'zi. Eng qimmati qaysi biri sizlarda? Gullarning eng qimmati. Bizda eng qimmat mana shunaqa nima deydi haligi xonaki gulmi yoki bo'lmasa hovlilarga ekiladigan gulmi. Mana shu ko'chatlarimiz 10 ming 15 ming sotiladi. Shu turishi. Shu turish. Bitta mana shu bir donasi bilan shu donasi. Bundan tashqari qimmatroq atirgullarimiz bor. Shtampi va atirgul u sal mehnat ko'proq uni. Nimaga deganingizda namatak o'stirib olinadi-da, mana shunday qilgandan keyin tepadan payvand qilinadi har tomondan. Yoyilib, bu yoq shunday stol bilan chiqadi-da, bu yoq yoyilib juda ham chiroyli chiqadi. Hozir bu yerda yo'qda, dalada u gullar hali sezoni kelmadi uni, endi kavdimiz. Bir qor ko'rib uyquga ketsa daraxtlarimiz, keyin bu yoqqa sotuv joyimizga olib kelamiz. Keyingi tomonlarda ham boshqacha bir gullarni ko'ryapmiz-da, ularni ham bir tushuntirib berasizmi? Mayli. Mana bu palma ko'chatlari bu Afrikadan keltirilganmi? Yo'q, bu Afrikadan keltirilmagan. Buni ikki xil turi bor. Buni masalan sovuq uradigani bor, sovuq urmaydigani bor. Sovuq urmaydigan sorti mana. Shuning ham bu katta bo'lib ketgan daraxtni. Bu o'zimizda yetishtiryapmiz. Buni 3-4 yil oldin o'zimiz yo'lga qo'ydik. O'zi oldin chetdan kirib kelar edi bu daraxtlarimiz. Hozir o'zimiz yetishtirib, buni o'zimiz sotuvga qo'ydik. Mana shular 7 yil. Mana shular 7 yashar. Ko'chatini qanday yetishtirgansizlar buni? Ko'chatini shu kichkinaligidan o'zimiz shu yerga moslashtirib o'zimiz yetishtiryapmiz hozir endi. Urug'ini olib kelib o'zimiz ko'paytiryapmiz. Iqlim sharoitlari to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Hozir bizga? To'g'ri keladi. Qanday sirlar bor ekan o'zimizning daraxtlarga nisbatan? Endi siri biz uchun sir emas, buni siri. Endi boshqalar masalan oluvchilar so'rashligi mumkin, lekin shularga javob beramiz. Buni ham qishda sovuq urmaydi-ku deyish kerak emas-da. Shunday mana barglarni birlashtirib skoch urib qo'yish kerak, o'rab qo'yish kerak. O'rash deganda sovuq urmasligi uchun emas, buni sovuq urmaydi bu qarang, material juda ham qattiq. Faqatgina buni barglarni qor tushib egib yorib, bunday video buziladi buni ko'rinish, tashqi ko'rinish. O'shani hisobiga buni o'rab qo'ysa, qish paytida sovuq qor boshlangan vaqtda. Keyin erta bahor yana ochaveradi, yana o'zidek yangidek bo'lib turaveradi. Bunday uyni yo'qotmasdan. Mana shu 7 yil. Mana shular 7 yil. Bu mana hovlilarga, nima desam, mana kattaroq ishxonalarda kirish joylariga juda go'zal narsa. Archani ham turli turlari bor ekan. Bularni ham o'stirish oson bo'lmaydi-da. Masalan, adashmasam yiliga 1 yilda 3 sm o'sadi, to'g'ri? Mana shu. Bu Tianshan yil deyiladi buni nomi. Hozir shuni o'zini mana shu ko'chat noldan, urug'dan o'zimiz chiqarish yo'lga qo'ydik. Mana shu o'zimiz O'zbekistonga, mana shu iqlimimizga mos, yerlarimizga mos qilib o'zimiz noldan yetishtiryapmiz. Shuni o'rgandik, shu bu yildan boshladik buni. Urug'dan o'zimiz chiqarishni. Buni ikki xili bor. Bu Tianshan yil deyiladi. Buni keyin oqish sifat bor, nar tomonimizda turibdi. Bu yiliga 5-7 santimetrgacha o'sadi. 1 yilda. Mana shuni aytsak, mana shu bir 12-13 yashar. Mana bu marjavenik archa deyiladi, o'zimizda oddiy mana yo'llarga ekiladigan, prosta faqatgina bu yoshligidan mana shunaqa tarbiya qilingan, mana ko'ryapsiz, tanasi ham mana shu yoshligidan qilingani uchun yarasi qolmagan. Shakl berilgan bunga. Bu faqat buni ozgina mehnat bor, har yili bu kesib turiladi, shakl beriladi. Bunga ham mana bu chupa-chupga ham shunaqa yoshligidan shunaqa tarbiya berilgan bunga. Bu shu o'xshaydi chupa-chupga o'shanchunda. Yo'q, o'zimiz bu parvarish qilingan bu. Mana ko'ryapsiz, mana o'rnlar salsal turibdi. Mana buyog'lari ujud sekin-sekin yopilib ketyapti yaralari. Buni ham kesishda ham vaqti bor. Nimaga deganingizda aytaylik yozda chillasida kessa, mana bu yerdan yara paydo bo'ladi. Bo'lmaydi, kasal chiqadi. Bu o'zini vaqtida kuz davrida hamma daraxtlar uyquga ketganda kesilgan bu. O'shaning uchun bunda asorat qolmagan. Kesilgan. O'rnidan asorat qolmagan. Prezidentimizni Yashil makon tashabbusiga labbay deb javob bergan yigitlardan, tadbirkorlardan. Mana ko'rlarning o'zlaringiz hayotda chiroyli qilgan. Ko'chat yetishtiradi har xil. Gul ko'chatlar, kerak ko'chat, buni archa xili ko'p juda. Mana choyxona ochdi. Choyxonaga kelganlar ham o'tirib, bu yoqda aylanib, juda mazza qilib tomosha qilib, o'sha ko'chatlardan ishqiboz bo'lib olib ketyapti. Otasi Rahmani juda mehnatkash, yaxshi yigit edi. Birinchi mahallada terakzor tashkil qilib, kerak ko'chat yetishtirib, mahallani bari nomi ham terak mahalla bo'lib ketdi. Mana ko'chamiz yangi trassa o'tdi.
vodiy bilan Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bu. Shundan buyoqqa juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Yo'lni ikki tomoni ham magazin, to'yxona, yemekxonalar, mahalla ham kundan kunga obod bo'lib, chiroyli bo'lib, hammasi bir-biridan haligi o'rnaga olib, yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, zamonimiz yaxshi, tinch. Biz boshida 97-yilda boshlaganmiz bu ko'chatchilikni. O'sha yili xo'jayinim uyda oldiga ozginagina terak ekib, atroflarga ko'paytiraman degan niyatda, ko'chat qilaman degan niyatda ekkan edik. Keyin o'shanda odamlar kelib sotib olishganda o'sha ko'chatlarimizni. Ana o'shandan keyin sekin rivojlanib, uni terakdan keyin mevalilar qo'shildi yoniga, mana dekorativlar qo'shildi. Bu ko'chatlarni, bu ishlarni hammasini tagida xo'jayinimning katta mehnatlari yotibdi. Xudoga shukr, bolalarimni tarbiyasini yaxshi qilib ketgan ekan. Mana hammalari o'zlarini aravalarni o'zlari sudrab ish qilib, oshxona soldik. Shundan kelgan daromadga bir 10 tacha ishchimiz bor. Undan tashqari mana mavsumiy ko'chatlarni yetishtirganda o'sha 10 tagina odamni kuchi yetmaydigan ba'zi bir ko'chatlarni manaqa butoqlarini olish kerak. O'shanaqa paytlarda yordamchi kuch kerak bizga. Kerak bo'lsa bir 50-60 talab odam ishlatgan kunlari ham bo'lgan. Baribir hamma narsani mashaqqati bor o'ziga yarasha. Bu ko'chatlarni ham ekib qo'ydingiz, o'z darrov bunaqa o'sib tikka bo'lib qolmaydi. Parvarishlash kerak. Yurtimizda kechayotgan islohotlar samarasi avvalo mahallada aks etishi, mahallada sezilishi, mahalla yorug' yuzimiz va vijdonimiz ko'zgusiga aylanishi lozim.